Farxatskiy bozor atrofidan 3 xonali novostroyka qidirganlar uchun bugun bizlar bilan Chilonzor tumani 23-kvartalda joylashgan 2 xonali puliga 3 xonali novostroyka bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaring glavniy eshigidan kirib kelish, o'zining koridor qismi bo'ladi. Stroyniy shkaf fishilkalari bilan. Chap qo'limizda esa mehmonxonamiz keladi. Ko'rib turganlaringdek o'tirib o'qigan stol ustullari mehmon kutib olganda o'zini TV zonasi va loft ustidagi mebellari bilan mehmonxonamiz. Bu yerda esa sanuzel qismi keladi. Sanuzelimiz birgalikda joylashgan bo'ladi. Va ayollarimiz yoqtiradigan joy oshxonamiz. O'tirib o'qigan stol ustunlar. Kerakli barcha mebel va texnika yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek barcha xonalarimizda oynalar bor, gul qo'yishmagan bironta xonamiz. Uyimizning umumiy maydoni 60 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa bolalar xonasi, o'zining yumshoq mebel va shkaflari bilan ko'rib turganlaringdek konditsionerlar ham bor bolalar xonasida. Oynalarga panjaralar o'rnatilgan, ular yaxshisidan qo'yilgan, sifatlisidan. Uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rib turganlaringdek ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 23-kvartal Farxod bozorigacha bor 200 metr masofada joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda $93,500 xarid qilishingiz mumkin. Uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin.